Hozir sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. Nimaga ishlatiladi bu? Bu ham ildiziga, ham ustidan suv sepishga juda ham yaxshi preparat hisoblanadi. Sirkon nima uchun foydali? Bu ham ildizidan beramiz, ham tepasidan suv sepishimiz uchun juda ham yaxshi. Sirkon anti-stress hisoblanadi. Oftob urgan bo'lsa, gullaringlar qolib ketgan bo'lsa, unga sepsanglar ham juda ham yaxshi foyda beradi. Gullamayotgan gullaga ham yordam beradi, sababi bo'ladi. Mana ochdik baklashkamizni, sirkonimizni olamiz. Ikkita sirkon olamiz, ichiga solamiz. Mana shunaqa kapsulada bo'ladi. Tashlab olaylik, ichidagini ham chayib olishi uchun. Ikkitasini olib, bu gullaringlar gullamayotgan bo'lsa, xafa bo'lsa, o'shalarga juda ham immunitet bo'ladi. Anti-stress hisoblanadi. Sovoldik, baklashkani yopamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib bo'ldik. Keyin apreskivatelь olamiz. Apreskivatelga bu suvimizni sovolamiz. O'chir. Bo'ldi. Sirkonimizga nima beradi? Gullarimizni yangi sotib olib uyga olib kelganda albatta buni sepinglar. Ildizini ham shunga bo'ktirib, ustidan yaxshilab sep tashlasanglar, adaptatsiyaga kirishiga, stressdan tushishiga juda ham oson va foydali bo'ladi. Buni haftada 2 marta takrorlasanglar, ustidan sepib takrorlasanglar, juda ham yaxshi natijaga erishasizlar. Endi gullarimizga ketdik, suvni sepamiz.